Qo'y börgida qanday qilganda alet o'xshitib tayqori bo'ldi degan tuqqanlar bir qadar ko'pkan. Amaliyotda buning alohida bir tadqiqlam ketmaydi tuqqanlar. Qilish usulimi shunchalik oddiy bo'lib, bir liqitim ko'zingiz chiqib o'rganalaysiz, hamda o'rganish boshlaylik ketdik. Avval o'zimizning amaliy ahvoliga qarab qo'y börk tayyor qilib olgandan keyin suratga galpak qalas to'g'ri olamiz. Ko'katashlarning kizilgan material nayt oddiy bo'lib, masalan, ko'k qizil loza va ko'k chamg'u shoxlarni tayyor qilib saqlab bo'ladi. Arqadan sizlarga palet qilib berayotgan haqiqiy tosh materialdan ishlangan chatpashmas qazimizga az miqdorda may qo'yib olib, may ravrus qizganda börekni selib, keyinla muaf miqdorda tuz va 10 ta atrofida kabobchini selib, davomli qo'rib, qo'y börkini birdan qo'rib olamiz. Arqadan to'g'rab tayyor qilib qo'ygan piyoz va shoxlarni selib, yana davomli shoxlu taki erib bo'lguncha uzoqroq qo'rib olib, ko'k qizil lozim selib uzoq qo'rmaymiz, tuqqanlar faqat bir nechini aralashtirib qo'rish bilan ustiga muaf miqdorda suv qo'yib, qaynagandan keyin arqadan cho'ng ustamning zarunidan yarim qo'shiq va vejingsdan nayt az miqdorda selitimiz. Cho'ng ustamning cho'nlig'i bo'lg'achqa ta'mi nayt kuchli chiqadi. Keyinidan to'g'rab tayyor qilib qo'ygan ko'k chamg'u va samsoqlarni selib, bir nechini aralashtirish bilan tuz ta'mini tanishib olgandan keyin oldin silib tayyor qilib qo'ygan cheshimizning ustiga ilib iste'mol qilsak bo'ladi. Mana shunday qilib buni qilish usulini o'rganib qoldik. Oxirida qo'llash nayt oddiy urug' tuqqanlar. Haqsiz yurakdan birini beslab, piyonlar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, buningdan ortiq qo'llash bo'lmaydi. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.